46-misol. 3ning 2025 darajasini oxirgi ikkita raqamni topish kerak va o'nlar xonasidagi raqamni toping. O'nlar xonasi bilamizki, oxiridan bitta oldingi raqamni topish. Buni topish uchun 3ning 2025 darajasini 3 ko'paytirilgan 3ning 2024 darajasiga olamiz. 3 ko'paytirilgan 2024 ni 4 ga bo'lsak 506, 3 ni 4-darajasining 506-darajasi. 3 ko'paytirilgan 3 ni 4-darajasi 81. Buni 506-darajaga ko'tarsak, 1 qoidasiga ko'ra oxirgi raqamini 1 ga to'ldiramiz va buni o'nlar xonasi bilan darajani birlar xonasini ko'paytiramiz. 6 kare 8 48, 8 bu yerdagi muhimimiz. Mana endi buni 3 ga ko'paytirsak, 3 8 kare 3 24 4. Bu yerdagi sonlar muhimimiz bizga muhim bo'layotgani o'nlar xonasidagi son. 4 ga teng. Javobimiz A javob.